Barsachilarda pul ko'p bo'ladi deyishganman. 2025-26 yil keyingi yil o'yingan formasida bitta olib qo'ymaysizlarmi? Unaqa qimmat emas. 90 ming so'm. S'dan 2XL gacha razmeri bor. Bunga alohida oxirida to'xtalamiz. Milanni, saytlarni, internetlarni portlatgan formasi kelib qoldi-yu. Retro bilan kalabarsasiz. Juda ham chiroyli. Kiyib yursanglar ham zo'r turadi. Orqasiga nomer qo'yib bera olamiz. Narxi 90 ming so'm. S'dan 2XL gacha razmeri bor. Versace nimalar qilyapti? Real bilan karabalasida qilyapti-yu. Qaranglar, uncha-muncha joyda yo'q. 90 ming so'm. S'dan 2XL gacha razmeri bor. Shortiga ham bor, komplekt. Endi Barsani qora formasida Pavtor keldi, qolmagan edi. Narxi 90 ming so'm. Bemalol kelib zakaz qilsangiz bo'ladi. Realni 25-26 yil o'ynagan yangi formasi ham to'liq bo'ldi. Tez tugagan edi. Sizlarga oxirida aytaman degan narsam, bilasizlar, bitta El Clasico aniq maydaga. Yaqinda bugun yana ma'lum bo'ladi, ikkinchi El Clasico. Mana bunaqa yangi formalarni kiyib olib El Clasico ko'rishga nima desa, 90 ming so'mdan razmerlari to'liq komanda qilib olsanglar ham bo'ladi. Bitta aytinglar, qaysi biri chiroyli chiqqan? Bunisimi? Javobinglarni kommentariyada kutib qolaman. Hammaga rahmat.